Ha, bo'ldingizmi? Ha? Ketdik, hamma tayyor. Bitta sizni kutyapmiz. Qatga? Voy, kollektiv bilan ovqatlangani boramiz deb kelishdik-ku. Sizlar boraveringlar. Bemalol ovqatlanib kelaveringlar. Men uyga borishim kerak. Voy, siz bormaysizmi? Uyda ovqatlanaman. Bugun uyimga birinchi marta shoshilib ketyapman. Chunki men davo istab borgan tabib dardlarini yozgan kitobi. yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Men davo istab borgan tabib o'zi ham bemor ekan. Ahvolingiz yaxshimi? Singlim hali yosh ekansiz. O'tkinchi narsani deb joningizga qasd qilmoqchi bo'ldingizmi? Sevgi, muhabbat degan narsa hali hayotingizda ko'p bo'ladi. Ozginadan keyin chetga bolalaringiz bilan issig'i chiqyapti, qorni og'riyapti degan shirin tashvishlar bilan kelsangiz yaxshi emasmi? Bunaqa ahmoqgarchilikni boshqa qilmang. Sog'ayib keting. Mana bu yoqqa yozib berdim, ichadigan dorilaringizni. Mana shu dorilarni ichish shart. Shu shartmi ekan, oka? Oka, faqat iching. Ish hech qachon tugamaydi. Oilangizga keraksiz. Sog'lig'ingizga qarang. Mana shuni ichsam, pochka shamollashib o'tib ketadimi? Pochka bilan hazillashmang. Kech bo'lmasdan oldini olishimiz kerak. Harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz bolam? Yaxshimisiz onajon? Ikkita gulingizdan bering. Qaysi birini bering? Farqi yo'q. Mana bolam. Mana. Voy, bu ko'p-ku bolam. Overing. Pocham, sog' bo'ling. Bolam, kechirasiz. Adashmasam siz shu ishxonada ishlaysiz-a? Ha? Doktorman. Voy, doktormisiz? Har kuni mendan gul olib ketasiz. Oyingizlarga olasizmi? Yo ayolingizgami? Ayolim yo'q, uylanmaganman. Onam ancha oldin vafot etganlar. Unda kimga olasiz bu gullarni? Dunyo chigal iplarga o'xshaydi. Tashqaridan qarasang hammasi chigal, tartibsizday. Lekin bu ipni boshi ham, oxiri ham bor. Hammasi o'z o'rnida. Menimcha men o'sha chigallikda adashib qolganman.
Ba'zan bir ipni jigarning orasidan tortaman deb bexosdan uni uzib qo'yasan. Lekin shu jigarning orasida yashagandan ko'ra bo'yningga tushgan tugun bilan erkin yashaganing afzal. Yolg'iz qolish taqdir bo'lishi mumkin, ammo yolg'iz o'tib ketish bu tanlov. Yoshligimda turmush qurdim. Keyin shifokorlar farzandlik bo'la olmasligimni aytishdi. Turmush o'rtog'im ajrashaylik dedilar. Men ularni ayblamayman. Chunki har kim ota bo'lishga haqqi bor. Keyinchi Keyin boshqa oila qurmadim. nimaga? Qo'rqdim. Bir umr ijara yashadim. Yolg'iz. Qachondan beri yolg'izsan? 12 yoshimdan beri. Otam ham, onam ham bir kunda olamdan o'tishgan. Shu ayollar oldidan har kun o'taman. Gul kerak bo'lsa bo'lmasa har kun sotib olaman. Sababi Unda kimga olasiz bu gullarni? hech kimga. Siz onamga juda ham o'xshaysiz. Shuning uchun olaman. Har kuni bir ko'rib ketaman. Tashqaridan butun ko'ringan odam ba'zan ichi bo'm-bo'sh bo'lar ekan. Tabibni o'zi ham bemor bo'lishi mumkin degan. Mana shu gullar mani butun hayotim bo'lib qoldi. Biron bir orzungiz bormi? Mani orzuim ushalmaydigan orzular. Nimaga unaqa deyapsiz? Chunki Demak, tabibga ham tabib kerak. Yolg'izi yori Xudo deyishadi. Balki shuning uchun ko'zing o'sha ayoldan uzilmayapti. U ham yolg'iz. Sen ham. U umrini farzandsiz, oilasiz o'tkazishga mahkum bo'lgan. Sen esa onangni butun umrga yo'qotgansan. Bitta achchiq haqiqat bor. Onang endi hech qachon qaytib kelmaydi. Bilasanmi? Faqat bolalar asrab olinmaydi. Biron bir orzungiz bormi? mani orzuim ushalmaydigan orzular. Nimaga unaqa deyapsiz? Chunki har bir ayol ona bo'lishni orzu qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Ke. Voy, ana u gazingni 1 soat yo'qolmasdan qiynaldim bolam. Ovqatim kech qoldi, pishib qoldi. Kir. Ke bolam. Voy. Buncha chiroyli bu gullar. Kimga olding bolam? Siz gul sotishga emas, gul olishga haqlisiz. Onam. Man davo istab borgan tabib. Buncha chiroyli manzaralar. Uying rosa chiroyli ekan-a. Onajon, uyim emas, uyimiz deng. Uyimiz bolam, uyimiz. Mana shu uyimizga endi bir chiroyli kelin kerak. O'zingiz topib berasiz endi. Ilohim baxting bersin bolam. Gaplarini yozgan kitobi dasta ekan. Man davo istab